takoy narxga Travers 2020-yildan topib berman kerak. Kraska toza, qora rangi, 4 yumshoq baloni bor, parogi bor, tonirovka ruxsati bor. Chexoli zavodskoy, polilar solingan tayyor mashina kelar. 130 ming, 135 ming yurgan. Motor hadoylarida ishi yo'q. Panorama lyuklari, ikkitadan lyuklari bor mana. Ikkitadan lyuklari bor. Mashina zo'r holatda kelar. Olasizlar, minasizlar. Beskicha do'stlar ishlab turibdi. Kapitan Sidena o'tdi qator 3-chi qator sidenalarimiz ham bor. Nimadir mana shu chiyilyapti, tushunmayapman. Nima kommentariyga yozib olinglar, fikrlaringni. Kim biladi? Mashinamiz zo'r holatda. Hozirgi kunda hech qanaqa yurish-turishda, motor hadoyida ishi yo'q. Egalarining gapi bu. Bemalol kelib ko'rib, tekshirib, ma'qul kelsa bosib olasizlar. Narxi ham qiziqarli. Buni bir 3-4 bozor oldimmikin 30 mingga qo'ydim. Sizlar uchun gaplashib, hozir narxini tushirib qo'ydik. Kraskasi toza deb olingan mashinani bitta mashetida mana mashetida mana shu 10 sm atrofidagi joyda petnochasi bor ekan. Udari yo'q, bag'lari toza, qolgan yog'i top-toza mashina. O'ta ham ideal holatda. Buni 30 mingga qo'ydim. O'tgan bir 2 dan 3 bozor oldin qo'ydim. 29400 ozgina sunnatiga yana o'tib beriladigan joy bor. Bemalol aloqa chiqinglar. Farg'ona viloyati hozir mashina bozori turibdi. Bosib olgan joyi kelar.